Safiya bint Huyay ibn Akhtab raziyallahu anha. Safiya anımız Harun alayhissalamның avlodlaridan İsrail avlodlaridan bo'lgan Nazir qabilasidan bo'lib, adisi Xaybar amiri Huyay ibn Akhtab bilan anisi Barra bint Sammam isil zodilar tabiqisidan edi. Rasulullah bilan to'y qilishdan ilgari Xaybar yahudilarining katta boshlaridan Kinana ibn Haqiqa bilan turmush qurgan edi. Xaybar urushida yo'ldoshi o'ltirilib, asirlar qatorida asirga olindi. Rasulullah uni o'ziga elib qilishga tanlab, islom dini bilan o'z dinida qilish ixtiyorligini berib, shundoq deydi: "O'zing tanlag'in. Agar islomni tanlasang, seni amrimga olaman. Agar yahudiylikni qilishni tanlasang, ehtimol seni ozod qilib etishim mumkin. Qalmingga yetishib olasan." U qaytirib mundaq deydi: "Ey Allohning elchisi, men islomni umid qilib, sen meni chaqirishdan burunla seni tasdiqladim. Shunga sening yo'lingga qaytildim. Yahudilikqa hech bir hojatim yo'q. Uningda atam yoki akam yo'q. Menga kufr bilan islomni tanlash ixtiyorligini berding. Allah va uning elchisi menga ozod qilinib, qavmimga qaytishdan bakrak suyumlik." Safiya anamızның bu cevabıga asasen Rasulullah onu azad qilib, emrik alıdı ve toyliqi azad qılınışı boludu. Rasulullah Safiya anamızның yüzüde kaçan izini körüp sebebini sorğanıda Safiya anamız bunun sebebini aytib mundaq deydi: "Düşümde xuddi aydek bir narsani Yasrib tarafdan kelib, hujramga tushganini ko'rdim. Düşümni yo'ldoshim Abi Huqayqga so'zlab bersam, qaçdimga qattiq birni urgandan keyin, sen texi Yasribning podshohi bilan to'y qilishni orzu qilyapsan" dedi. Musulmon tarixchilarning qarashicha, Rasulullohning uning bilan o'ylanishdagi maqsadi uni hurmatlash, o'rnini ko'tarish bilan birga qavmi va oilasini yo'qotganning o'rnini to'ldirish edi. Bunun qo'shilib, o'zi bilan Yahudilar orasida qudubojlik munosabati paydo qilib, ularning dushmanligini yengillatish, akalgan haq da'vatini qabul qilishiga tayyorlik bo'lishini xohlaydi. Safiya roziyallohu anha musulmon bo'lgandan keyin o'z imtiyozining hammani islom uchun ishlatdi. Uning sababi bilan Xaybar tezla o'z ichidan fath qilindi. U bir huquqdarning qizi bo'lib, bayashat turmushda cho'ng bo'lganligiga qaramay, dunyolikqa ahamiyat bermaydigan qanoatchan biri edi. Madinaga kelgandan keyinmi o'ziga tava bo'lgan barliq ziynat buyumlarini payg'ambar alayhissalomga topshirib etgan. Vafot bo'lishdan burun Aisha onamizga 1000 dinar vasiyat qilgan edi. U müminlarning anisi sharpiga erishish bilan hayot nishonini butunlay oxirat uchun tayyorlik qilishga yuzlantirgan. O'zini ibodatga otib etgan edi. Ilmga bo'lgan ishtiyoqi bilan diniy masalalarni keng ko'lamda atrofli o'rgandi. Boshqa ayollar uningdan diniy temalardagi masalalarni so'raydi. U qiyin masalalarni hal qilib, ularga ilm beradi, vaz nasihat qiladi. U Rasulullahni intayin yaxshi ko'radi. Zayd bin Aslamdan rivoyat qilingan hadisda u kishi mundaq deydi: Rasulullahning ayollari u vafot bo'ladigan oxirgi keslida yig'ilganda Safiya: "Ey Allohning payg'ambari, Alloh bilan qasamki, sendek kesal menda bo'lib qolsa-chi?" dedi. Rasulullahning ayollari uni ko'z ishorasi bilan ayblashdi. Rasulullah ularga: "Ig'zinglarni chayqanglar" dedi. Ular: "Nima uchun ya Rasulullah?" dedi. Uni ko'z ishorasi bilan ayblaganliklaringlar uchun Alloh bilan qasamki, u haqiqatan rostchil edi, dedi. Payg'ambarimizning boshqa ayollari Safiya onamizning bu so'zini payg'ambarimizga yaxshichoq bo'lish uchun dedi deb o'ylab qolganligi uchun uningga shu shaklda qarshilik bildirgan bo'lishi mumkin. Isil axloq sahibi payg'ambarimiz buning bundaq bir ishning to'g'ri emasligini bildirib qo'yish uchun kasal holatida turibmi bu ahvolni ko'zdan qochirmay ayollarni tanbihladi.
Peygamberimizning isil ayollardan bir bo'lgan bu muborak ayol hijratning 50-yili vafot bo'lgan va Baqi qabristonligiga dafn qilingan.